Assalomu alaykum, real dunyoning real obunachilar, yaxshimizlar, tinchmizlar, tayyormizlar, bormizlar, omonmizlar. Samarqanddamiz, BYD'damiz biza. BYD shunday katta tadbir o'tib turibdi. Tadbirdan asosiy maqsad nima? Maqsad Bonanda endi BYD rivojlanib boryapti. Ko'ring, siz o'zingizga nechalik komfort kerak bo'lsa, BYD shu komfortni yaratib berib turibdi. Shu narsani ko'rsatish. İpek yolu dasturi bo'yicha Rimdan, İtalya'dan çıktı, Gonkonggacha boradi bu Pride. Şu Pride aynı damda Samarqandda. Samarqandda bo'lib turibdi, bu yerga kelgan me'morlar ko'p narsani ko'rib turibdi, o'rganib turibdi, ko'p narsani tushuntirib turibdilar. Shulardan asosiysi Honda nuqtani BYD Fresh deb qo'ydi. Bu zaryadchik bu. BYD keyingi akkumulyatorlarini zaryadga qiladigan narsa. Bu nima uchun kerak? Neri o'mini? Mashinani 0% zaryadi tushib bo'ldi, 0. 100 gacha doldirish kerak-ku. Sizning telefoningiz necha muddat bo'ladi? Oddiy telefoningiz necha muddat bo'ladi? 100 bo'lish uchun. BYD mashini 9 muddat bo'ladi. Inasa kerak bo'lsa. Shu narsalarni ko'rsatish uchun bu tadbir bo'lib turibdi. Bundan tashqari yana bir yangilik aytib o'taman. Shu zaryadchik BYD Aminulloh ham ustunovka qilindi. Bu yangilik o'q bidon yeri inaslari. Lekin bu mashina endi kelib boshladi. 1 oydir, 2 oydir, 5 oydir, 1 yildir kelib boshladi. Bu akkumulyatorlarimiz bir zaryad bilan 1200, 1000 kilometr ketdi. Şu derece narsa. Şu narsalarni ko'rsatish uchun tadbir bo'lib turibdi. Tadbirda Rayhon qatnashadi. DJ Respublikada kuchli DJlardan Makarella qatnashib turibdi. Bundan tashqari mehmon san'atkorlar bor. Hammasini yig'nab show bo'lib turibdi. Show kelganda ham dam olsin xalq, ham yangilik informatsiyalar olsin o'zini, tushunib olsin. Shuni yeridamiz biza. Samarqanddamiz, videoni oxiridan ko'ringlar. Sizlarga qiziqli kontent qilamiz. Tez arada vani 15-20 kun ichida Samarqandda tanqacha yozamiz. Men bo'lmada Dulan san'atkor bor. Yaramanda. Kommentarlarda ko'proq yozing, tanqacha Samarqandda bo'lsinmi? Ketdik, tadbirni ko'ramiz. Salomlashib biza obunachilar bilan. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Biza bugun Samarqanddamiz BYD. BYD Aminulloh avtosalonining eng kuchli mutaxassislaridan. Bu yerga borsangiz, yana ko'rib tursiz, uka real dunyodan ko'rdim desangiz, size şu darajada narx-navoni tushuntirib beradi. Size qaysi udobli, nechik holatda size foizi kam chiqadi yoki rasulishgan holatda chiqadi. Hammasi o't-yud tushuntirib beradi. Bu kasallik yerini tushuntiradi. Undan keyin, uka, menga o'zi qaysi mashin emas desangiz, mashinni xarakteristikasini tushuntirib beradi ekan. Ag'ay, bu iminli. Bu iminli. Buni akkumulyatori iminli, buni hadovoy sistemasi iminli. Kuchli mutaxassis. Haqiqatan. Ketdik kan bir yandan aslan başlayamiz. Ne bo'lib turibdi bu yerda? Bir yandan tushuntirib borsak. Bu tadbir ağa şu Buyuk İpek yolu asoslangan bo'ladi. Marco Polo deydi ağa. Marco Polo evvelden bir istorisk adam ekan ağa. Şu Buyuk İpek yolunu tubdan o'zi netgan ekan, o'rganib chiqqan ekan. Shunga aloqasi bor. Shunga aloqasi bor ekan. Shunga aloqador bo'lganlik uchun Marco Polo deb aytadilar buni. Polностью İtalya'dan başlangan bu, Rim'den başla tuttular bu tedbirini ağa. İtalya, Rim şəhrindən başlanırlar. 15.000 kilometre mesafe bas bu tedbir ağa. Bu tedbir? Gonkonggacha barladı. Buyuk İpek yolundan Polni barladı ağa. Azı Xivaga bardılar, Nüksə bardılar, Buxara, həmin nazirlə Samarqandda lazımlar. Şimdi zor tedbir bo'libdi. Bu endi BYD hamda Denza brendlərini tanıştırıb ağa. Flash charge ağa aytib o'tdik. Polni 9 minutda zaryad aladigan texnologiyalar ağa. Hammasini danıştırıb tutdular. Ana ölmək. Menimçe işine bir akkumulyator işinin boladı bu. Bu gelecek bu. Gelecek. İndi gelecek diyelim. Bana 4 ayın içinde geledi bu neyse. Az kaldı ağa. Zaten 4-5 ayda satığa geledi bu neyse. Ucu çıkan neresi akır bu? Ne? Görsəyizlər boladı. 10%'dan 70% ise 5 dakika dedi. 10%'dan 97% ise 9 dakika dedi. İndi bularni hamma BYD modelleri emas, indi chiqib turgan pokoleniyalar bo'libdi. Ikkinchi pokoleniya akkumulyator deydi ağa. BYD'ning ikkinchi pokoleniya akkumulyatori chiqdi. Shular buni qo'llab-quvvatlaydi ağa. Bizani BYD Aminullahdan buni zaryadchilar уже установка etildi. 1200 kWh zaryad berib turadi ağa. U hali bizani Xorazmda boshqa yo'q. Yo'q.
Bu lekin bizlere çık. Bize hazır öyle yuvanap buna doğru gelmedi lekin. Yo'q, qo'ysangiz bo'ladi, faqat 9 daqiqada dolmaydi. Sadece yarim saatlerde doldurup beradi. Endi yuvanatni o'zi qabul qilib oladigan kilovati bor. Shuna qarab chiqadi u narsa. Bu üzerine sindirish ham kerak axir uni. Ha, shunday narsasi bor. Endi chiqadiganlari shuni sindiradigan bo'lib chiqadi. Shuni sindiradigan bo'lib chiqadi. Bu yoqda hozir Chazor modellarimiz o'tdi ekan, chempion modellarimiz. Endi uni o'zlarimiz BYD Molar salon kelsalar ham bemalol tanishtirib, hamma narsasi grafiklarni chiqarib, biza bilasiz, rasmiy diler, garantiya beriladi, servisimiz bor, zapchastimiz bor. Ustalarımız var. Azizatib minib bersalar bo'ldi. Garantiya, servislar o'zlari. Ko'rinda bir narsa aytdik. Xo'p, bize Samarqanddamiz. Farazatamiz Urganchda Daritalning yanında Texnobazar doğrusunda BYD avtosalondamiz bize. Farazatamiz shunday. Endi qaranglar, nechik bo'ladi? Men rassrochka qilib, qaysi modellarni olib bilaman? Rassrochka. Foizsiz. Gitdik. Hozirda Y2, xo'p, Y2, yuvanab, elektromobili, hibrid emas, elektrik. Ha, tok 100% tok. 100% toklasi. 100% tokni men ne rassrochka olib bilaman. Faqat oldindan sal yana ko'proq to'lavatiladi. Xo'p. Aylanni rassrochkada 1 yilga sotib olsa bo'ladi. Y2 yuvanab, Y2 yuvanab modellarini bersa bo'ladi, keyin Chazor modellari. Chazor. Chazorni hamma pozitsiyasimi? Hamma pozitsiyasi. Endi hozir 3 xil pozitsiya bor edi. Birinchi pozitsiyasi hozircha sotuvimizda yo'q. 2 bilan 3-chi pozitsiya bemalol rassrochkada sotib olsalar bo'ladi. Endi bu rassrochkani ish bo'ladi. Masalan, tushuntiring. BYD Chazor varianti, BYD Chazor. Buni misol uchun 60%ni yoki 70%ni to'lasangiz, qolgan 30 yoki 40 yoki 50% falan muddatda rassrochka beriladi. Mush 1 yil. 24 oy. Chazor'a 24 oy. Chazor'a 24 oy bundan. Endi ağa qarang. Masalan, Y2 bilan Chazor modelimizda 30% to'lasalar 1 yil beriladi. 40% to'lasalar 18 oy, ya'ni 1,5 yil beriladi. 50% to'lasalar 2 yil foizsiz etib beriladi. 60% to'lasalar-ku 2,5 yil foizsiz etib beriladi. Misol uchun men Y2 mashinangiz 230 mi? 236 milyon 600. 236 ayın misal üçün. 236'nı yarmı bo'ladi 115 dan sal ziyodroq pul oladi. 118 milyon atrofida. Ava 118 barın yani tashkil bilan 120 deymiz. 120 ni bersem qolgan 120 ni doğru kalkulyatora giradilar 24'e bo'ladilar. To'sh shunday bo'ladi. Foiz yo'q, rassrochka. Endi sug'urta to'lovi bo'ladi, sug'urta to'lovi 2-3 million so'm atrofida bo'ladi. Endi u majburiy sug'urta. U bo'ladi. U lekin siz ertaroq to'lab bersangiz sug'urta kelmaydimi? Endi sug'urtasi qaytib beradi. Qaytib beradi-ku. Bemalol. Shunning yerinde misal 2 milyon sug'urta chiqsa, misal uchun bu 3 milliondir. Shunning yerinde 1 millionni oqqaladi o'zida 2 millionni qaytib beradi. Endi ba'zi Chazor bilan Y2 modelimizda bo'ldi. Yuan apasaga ozgina boshqacharoq bo'ladi. 60% to'lab o'tish kerak oldindan. Qolganini 40%ni 1 yil foizsiz etib beradi. Endi agar kamroq to'layman desalar ham lьготный foizdan chiqarib bersak bo'ladi. Yana bir mashinani aytdilar, tunin hozir 1-2 plan aytib turibmiz. Xudo xolasa o'xshab ketsa, ishi qaysi bir mashinani aytdilar. Eldinden giya turgan adamdan sezib yüzü tormuz basardı dediler. Narxı 395, qaysi maşın 395 da aytdı. 390 chempion modelimizden ama Chazor modelimizden bu funksiyası. Fakat Chazor'un en full pozisiyasında bo'lardi. Adaptivniy cruise control, ya'ni bir mashina izidan tushib ketib biladi и mabodo ekstremniy vaziyat bo'lsa tormoz bosib biladi. Hozir shu bundan ba Championdan ba Chazor'un full pozisiyasidan ba. Keyin misal eldingizda bir 70 metr var, 100 metr arakda bir mashin bor. Şu to'xtasa to'xtab, tezlashib, xuddi shunday. Shuni tutib oladi ekan u. Xuddi shunday. Bu odam shunday rassrochka bormi? Yo'qmi bu odam? Endi ağa chempion modelimiz hozircha yo'q. Tez ochilishi kerak, xudo xolasa, kuttiribmiz bizlar ham. Chazor modelimizda bor ekan, shu full pozisiyasida. Keyin yine bir Odizon yerini aytib o'tib ketaman. Boshlara qaraganda, bundan 2 yil oldinga qaraganda ko'pchilik odam negativ yozar edi. Bu to'q mashin bu. Bundan keseletedi, undetedi deb açık men endi jaydar meniki tars etam aytamam qo'yaman. Shunday edi. Men endi negativ kommentariy ilim menam, o'chirim menam shu duruşcha qo'yaman men. Görsün xalq bilsin. Meni yomonlab yozadigan bo'lsalar ham görsün, meni yaxshi deb yozadigan bo'lsalar ham görsün. Açık menda. Endi hozir kelib meni üzüme chiqib turganlar ham ko'p, kommentariyada yozib turganlar ham ko'p. BYD avtosalonga bordan BYD'larni ko'rsat, alacakmız narxlavan chiqib turibdi, tartibini chiqib turibdi. Sababi, buni sababi. Hazır e'latınızda kamda bir 6 adamda, 7 adamda, 10 adamda var bu. Köçenizde Dumbomanda 2 adamda var. Dumbomanda. Şu adam beni coğra mina heyda veribdi. Misal üçün e'latımda, köçemde bolsa ve sorayım bana, kan ne kere maşın ekan bu? Elbette. Bu şu derece keyif edip, komfort, hazret veriyenden ki ayta akır bu. Komfort coğra deydi. Al şundan deydi.
Aytadi, aniq-ku. Endi men hozir o zo'r ekan deydigan yeri eng kam foiz. Siz kredit qilib oladigan bo'lsangiz, eng kam foiz BYD ga berildi. Bu prezident topshirig'i bilan aytildi bu narsa. Tamam. Именно shu Chazor bilan chempion modellarına berildi. Mahalliy ishlab chiqarish tez arada yuvanab elektron gibrid ham mahalliy ishlab chiqarish o'tadi. Ona o'lmay. Tez arada. Bu shu daraja komfortni nafaqat bu, nafaqat ben talab hamma hissassin degan maqsadda hamma olib bilsin, shunday imkoniyat hammada bo'lsin degan maqsadda foizini pasaytirdi. Ya'ni chiqib boshlansa yana pasayadi. Shu daraja komfortni foizlar pasaytirdi. Bu narsalarga. Lekin men ina necha intervyu ham bo'zamayda bo'libdi, boshqa bir reklamalar bilan yuraman, lekin shopurini ko'rkazam, ag'a ochiq gapni ayting ag'a deyman. Ina suyim ketaman deyman. Doğru naqli gapni aytadi. Lekin shu vaqtgacha hech qaysi yomonlamadi shu mashina. İşonavering. Ag'a BYD sotuvi bo'yicha ham, sifati bo'yicha ham, komforti bo'yicha ham, ekonomiklik har taraflama birinchi o'rinda hozir. Haqiqatda shunday. Hozir million xil mashina bor, million xil turli-turlisi bor, lekin zavodi bilan, o'zining garantiyasi bilan, servisi bilan jirtgan bir dona BYD bor. Servis ismi, zapchast ismi, ustad ismi hech qanaqa muammo yo'q. Boshqa elektromobillar bilan solishtirganda BYD javob etib beradi. Bular yana bir muammo bilan bordingizmi? Bularni yoki ibusunda emas u. Bular dur eng rahbarına chiqadidan dur zavod etib beradi. Meni pulim yo'q edi, bekzata deb o'tirmaydi. Dur zavod. Ishi bir chipi bo'ldimi? Motorda dur motorni sug'urib oldim, paket motorni qilib beradi. Haqiqatda shunday ekan. Men borib ko'rib bir yerlar, eshitib bir yerlar biladi shu gapni. Ham odamlarimiz e'tibor etgan bo'lsa, bir dona BYD'ni oldi bilan chaqiradilar. Havo. Boshqa modellarni hech Xitoy mashinani jannat qo'yadi. Bir dona BYD modelimizni BYD oldi bilan chaqiradilar. Shu yerni e'tibor etasiz. Shu yerdan ham o'zi urevinni bilsak bo'ladi. Haqiqatda shunday ishonavanglar. Haydab yurganlar, ochiqgina menda kommentariy ochiq, haydab yurganlar. Haydab shuni bir kamida bir 5-6 oy, 3-4 oy minganlar yozinglar. Siz haydab yurgan BYD mashin sizga yoqdimi? Albatta, yoqdi. To'g'rimi? E'tibor etgan bo'lsalar, yaqindagi taksistlar bilan ham qo'ydik. 90 ming, 100 ming, 120 ming yurgan taksistlarimiz bor ekan. Yuvanab modelida 7 modelimizda. Hayron qoldik ağa. Bir dona narsa ham olmasdik dedi. Shunday. Haqiqat shunday. Qo'lingiz ishlatib yurgan iPhone'ingiz ham Xitoy, lekin premium class. Ham shu gap. Buning de elektromobillarni men direkt nelar ham bor. Qo'lingizda knopka telefon ishlatib yursiz, bu ham Xitoy. Buni ham shunday variantlari bor elektromobillar. Bu o'zimizning mahsuloti o'zi bor. Havo, bu o'zi bizlarga keldi, bizda ishlab chiqib boshladi. Jizzaxda ishlab chiqqan. Havo. Buni atıyot üstünde adam kontrol duradi, o'zimizda adamlar kontrolda etadi. Xullas, ishini javob ertang borsang ham bir narsa shikidagina tutib biladigan firma. Dur, tutib bilasan. Davay taqla deb. Muammo bo'lmagan, bo'lgan yerinde egasi bor. Xalat berdi. Havo, aniq egasi bor. Egasi yo'q, kim qo'ng'ishlar ishlab chiqardi, tuvanni ishlab chiqardi degan gap emas. Buni ishlab chiqaradigan adam ma'lum. Egasi bor. Gapni chiqadi. Xo'p, bir de tadbir o'tiribdi. Tadbirda uyushtirishda asosiy maqsad innovatsiyalarni tanıştırış. Keyingi pokoleniya mashinalarni tanıştırış. Ağa yangi zaryadchiklarini, keyingi pokoleniya akkumulyatorlarini, Denza kompaniyasini tanıştırış. Ağa BYD'ning sub brendi bo'lgan. BYD'ni nima desa bo'ladi? Bu BYD'ning ichidagi brend u. Avan BYD'ni nima desa premium class brendi bor. BYD'ning keyingi pokoleniya brendi bo'ladi. Denza bor. Yangwang brendimiz bor. Hammasini xudo xolasa rasmiy dilerni Xorazmda ochamiz tez xudo xolasa. To'g'ri? Hammasini jasalar. Yangwang degan BYD aloqasi bormi? Albatta. Yangwang va Leopard degan brendi bor. Buni BYD'ning brendlari ko'p. Endi glavnisi baribir BYD bo'lib. Sakala atası şu. Bu hibrid modelimiz ağa. Tokda o'zida 110 kilometrcha yurib beribdilar. Masalan, shaharning ichiga bemalol ishlarni bitirib tokda yursalar bo'ladi. Qachonki bir danli panlarga yetsalar, benzin 100 bo'lgandan bir kunda 100 kilometr yurmaysiz-ku. Endi masalan, zaryad ishlari komplektida beriladi. 100 kilometr yurib kelib, zaryadga qo'ysangiz, benzin ham rasot. Benzin duraveradi. Benzin duraveradi. 1000 kilometr 45 litr bilan berilgan. Общий 1100. 45 litr bak aladi. Bir zapravka, bir zaryad etsangiz 1100 kilometr yurib beradi. Kitobunda 3/1 berilgan rasoti. Benim 4 dakika koyarız. 4-4,5 maqal grubi. Bunda ekonomik mashina yo'q azabı. Lekin shu yerni aytib o'tib ketik. Siz standart bo'yicha haydasangiz 100, 120,
90 şu Əlbəttə. ətrafında haydasəniz bunun deyim boladı. Lekin 200, 250 bunu desəniz. Razgon basa bəy. Özünüzdən benzin maşinəsiniz koparad axır o. Xuddi shunday. Bundan bo'lmaydi. Endi azağa yechida bassam qiyin kamerada, kamera bo'lyapti. Akkuratni haydasa bemalol 1000 km yurib beradi. Aşın illəri bax. Hop, maşına gap yox haqiqətən. BYD də bilənlər açıq yine kommentariya məndə. Yaşlar ondan yox. Açıq kommentariya yazınlayla. Sizə neçə yaktı? Sizə gərəkli komfortunu alıb bildinizmi? Xadov sisteması olsun, kolaylığı olsun, rul sisteması, zug, akustikələri, oturuş sizinə üzünüzə gərək komfortunu alıb bildinizmi? Yazıb qaldırın, yine açıq meydan. Buna rastroşkəsini çıxaladı indi. Hozircha menga rasrochkamiz yo'q, lekin menga tez arada bo'lishi kerak. Gibrid modelimiz hali toza model biladilar. Endi xudo xolasa shuni ustida ishlatibdilar. Xudo xolasa menga bo'lib qolishi kerak. Lekin hozir o'chirib bo'yicha ketib turadi. Hozir bitta normallashdagi. Lekin iloji boricha tezlashsalar, наличие mashinalarni qilsalar bo'ladi. Sababi bir respublika bo'yicha talab katta bo'lib baratir. Yetkazib berish sagina uzoqlashishi mumkin. Yetkazib berilishi. Sababi bahası zo'r, 266 milyon 700 ming so'mga elektron gibrid ham. Bu bahaga menimcha mini klassda boshqa mashina topib bo'lmaydi. Nal ichida durganlari qaysi? Bordim, pulni tashladim, olib ketdim. Yoki palov vaqt kutasan deganlari qaysi? Hozirga katta partiyamiz keldi, yuvanab gibridlardan. Elektron bor, chempionlarimiz bor, sazorlarimiz bor. Nal ichida bor bo'ladi. Nal ichida bor, tayyor hamma modellarimiz. Y2 ham tayyor. Y2dan kichkinasi Spark variant. Seagull tayyor ham. Von bor, tayyor. Desalar grafiklari bilan tanishtirib, hamma narsasi bilan tanishtiramiz, muammo bo'lmaydi. Endi qarang. Aşı Y2 bilan Spark'a o'xshagan. Navdagi Spark'a o'xshaganmi? Seagull. Shu ikkisini qo'ysak, qaysiniga talab ko'p bo'lib turibdi? Endi o'zuna qarab olib turibdi uni o'zi uchun. Y2 hozir rasochga bo'lgancha talab kattaroq bo'libdi, lekin Seagull ham o'zining kreditlari bor. Seagull ham o'zi ayol kishilar yaxshi ko'radi ko'pincha. Bunga ham talab yo'q emas, talab bor. Shuning uchun buni ham oldirib qo'yamiz. Y2 asosan taxsaga yetib turibdi. Dimzor. Proshli modellarimizdan birisi bor, Y2. Proshli modellarimizdan birisi. Keyin yana bir narsa aytib o'tib ketaman. O'zbekistonda bloger ko'p, blogerlar ko'p. Assalomu alaykum. Men shuning ichida sanoqli blogerlar hurmat etaman. Nerida hurmat etaman? Chiqarib turgan videosunda asosiy maqsad bor. Bir maqsadda video etadi, birov yana bir maqsadda to'ppa-to'g'ri jamoasining maqsadi kitob o'qi degan maqsad ko'p qo'ydilar. Ertang bu maqsad bizani yurtimizga kerakli maqsad. U oryanni ko'rib taktika qo'ygan jamoa. Samarqand hokimligidan tashakkurnoma olingan blogerlar. Shu blogerlar men ko'rib o'tiraman. Shu blogerlar davlat xodimi bularga tashakkurnoma berib turibdi. Bu davlat xodimi o'zini tashakkurnoma bermaydi. O'zini bermaydi. Bular aytib turgan maqsadi yoshlara kitob o'qi degan narsani shu darajada tushuntirib turibdi. Shu daraja taktika bilan. Yangi videoni ko'rib o'zing uyalib kitob o'qiysan, men erta eldima chiqqansalar bir bilib qo'yin deb. Xorazmda ko'rib o'tiribsizlar, bir salom oshib qo'ying. Assalomu alaykum Xorazm xalqi, Xorazm kuch. Qalaysizlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Samarqandga mehmon bo'lib kelinglar. Mana shunaqa avtosalonlarimizni, shahrimizni qadimiy joylarini ko'rib, maza qilib aylanib, oshlarimizdan yeb ketinglar. Biz borganimizda Xorazm juda ham mehmondo'st xalq, akalarimiz kutib olishgan, ot ido kuzatib qo'yishgan, juda maza qilganimizda Xorazmga juda ham yoqadi. Nasib bo'lsa yana borish niyatimiz bor. Tez orada ko'rishamiz. Rahmat. BYD'ni gaplashib turibmiz. BYD hozirda odamlar üzerine gerek komfortni olib turibdi BYDdan. Lider aka avtomashina sohasida BYD O'zbekistonda juda katta yutuqlarga erishyapti, katta liderlikka chiqib oldi. Nasib bo'lsa mana Yuangap gibrid mashinasi juda ham bozorda populyarni bo'lib ketdi. Odamlarga yoqyapti mashina, zapas hodi yoqyapti, komfort yoqyapti. Mashinani yumshoqligi, menga mana shu mashinani birinchi o'chirda hadovoy qismi juda ham yoqadi. Oddiy misol, juda. Men o'zim BYD chempion haydayman. BYD chempionni hadovoydan ham bu yumshoqroq deb hisoblayman. Ishonsangiz, ishonmasangiz, ko'pchilikka ma'qul mashina. Xalq bo'lib narxi ham hamyon bo'lib, hozir simbolik. Bugun ertaga juda ham zo'r takliflar berishyapti. O'sha qanaqadir qism BYDni rastroshkaga berishyapti aka. Yuanyap gibridi va elektri, Chazor va Y2 avtomobillarini 60% to'lab, qolganini hech qanaqa foizlarsiz rastroshkaga olsa bo'ladi. Faqat bu hozircha Samarqandda bo'lyapti va propiska Samarqandda bo'lishi kerak ekan.
Ha, yaxshi, yaxshi. etap ketadi. Hozir bu festival endi Samarqandda bo'lgani uchun samarqandliklar uchun. Keyingi safar xudo xolasa Xorazmda bo'lsa agar, Xorazmda ham shunaqa takliflar bo'lishi kerak bo'ladi. Nasib bo'lsa Xorazmda ham kutib qolamiz mana shunaqa meropриятияларni. Hadamin bo'ladi. Kelinglar, og'aynilarimiz boyna Samarqandda, ya'ni oshlarni ish qilib Samarqandni oshini nomi Sita palov bilan Samarqand oshi. Samarqandniki shu ikkalasi mashhur. bir tankacha uyushtirsak aytamiz bularni. Albatta. Shu Samarqand ko'rlar bilan bir pishirib beradi. Tankachadan ko'rsatib Zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi, juda zo'r bo'ladi. Bir kelamiz endi ona. Nasib, nasib. Taklif etamizdan ham Xorazm. Xorazm güch. Shunning blogerlar ko'paydi. Shunning blogerlar ko'paygani yaxshi. Ya'ni valakida voy degan bloger kerakmidi? Ertaga maqsadli video chiqaradigan bloger ko'paysin. Endi chiqib turgan blogerlar ko'rib o'tirgan bo'lsangizlar, giringlardan ko'ringlar kontentlarni. Bir maqsad bor. Video chiqarishdan maqsad bor. U maqsad bularning ikkisini foydasi emas, общий respublikaning foydasi bo'lib turibdi. Xalqning foydasi bo'lib turibdi. Rahmat og'alar. Rahmat og'a. Rahmat og'a. Rahmat sizga. Sizga rahmat. Tadbir shu daraja yaxshi, chiroyli o'tib turibdi. Tadbirda kelganlar ham yaxshi dam oldiribdi. Ko'p san'atkorlar kelgan. Ham konkursda shular bir ichki konkurs bo'lib turibdi. O'tgan odamga BYD'ni sovg'alari topshirildi. Esdalik sovg'alar yaxshi sovg'alar topshirildi. Ko'p odam sovg'a olib turibdi. Bizani ko'rib turinglar, sizlarga kerakli, foydali, qiziqarli videolarni chiqarishda davom qilamiz. Fikrlaringizni kommentariyada yozinglar. Samarqandda tankacha yozamizmi? Güçlü san'atkor bor ekan, 3-4 ni topdik. Endi bu yerga bir yaz boshlasak birdan güçlü san'atkorlarni topamiz, qiziq boshdan. Haqiqatdan biza yozadigan odam güçlü san'atkorlar turibdi. Qo'shqanishib turibmiz, haqiqatdan yaxshi ekan. BYD hayda bir yerlar sizlarga iltimosim, komforti bo'yicha fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Keyingi BYD oladigan odam sizning fikrlarni o'qib ko'rib, keyin sotib oladi. Lekin menga yoqqa yeri rastoshka deydi, yoqdilik rastoshka boshdan bilmayman. Tadbir qiziqarli o'tib turibdi. Samarqand qaytamiz yana. Biza ketdik endi yana. Xo'sh, omon bo'linglar.